sizni tushunmaydigan, umuman mos bo'lmagan inson bilan vaqt o'tkazish bu xuddi sizga kichkina bo'lgan oyoq kiyimda yurishga o'xshaydi. Harakatlaringizni qadrlamasa, fikrlaringizni hurmat qilmasa, sizga kichkina bo'lgan oyoq kiyimda yursangiz qanaqa oyog'ingiz yarachaqa bo'lib ketadi. Xuddi bu holatda ham qo'yningiz shunaqa og'rib, yaralanadi. Ko'p mana shu munosabat haqida o'ylashni boshlaysiz. Xatoni qidirasiz. Agar narigi taraf manipulyator bo'lsa bormi? Bu holatda yagona sababchisi siz ekanligingiz, siz qilayotganingiz, nima kamchilik bo'lsa sizdan o'tayotgani, bu holat uchun sizni o'zingizni aybdor qilishga harakat qiladi. Xuddi o'zi osmondagi oq qush sizni balchiqdagi qurbaqadek qilib qo'yadi. Nima demoqchiman? Agar dunyoqarashi siz bilan mos bo'lgan, sizni harakatlaringizni, sizdagi xususiyatlarni, o'zingizga xosligingizni qadrlaydigan do'stingiz yo'qmi? Umuman yaqiningiz yo'qmi? Mayli, bo'lmay qo'ya qolsin. To shunaqa inson sizni topib kelguncha. Hamma narsa baribir ko'ngilli to'qligiga bog'liq nazarimda. Ko'nglingiz to'q bo'lmasa, xo'ja ko'rsingasini nima qilasiz?